Assalomu alaykum hamma dehqon akalar. Mana bugun dehqonchiliklarni qilib, kunlar isib qolib, pastga tushganmi? Chiqishni iloji yo'q, hammasi sigan o'ydan chiqasiz, o'rnidan chiqib kelasiz. Mana akalar qorga tushib, aylanib chiqishyapti. Dehqon akalar, kunlar isib qolib, Yertosh, Toshkentning Yertosh deb aytishadi ekan. Bittasidan so'rasa Yertosh dedi, bittasi Ertosh dedi. Xullas istab keldik mana. Tog'ning orasidan aylanib suv tushyapti, shuni xalqqa beryapti mana aylanib, polni. Necha kilometr aylanib chiqdik-da mana. Ertaman chiqib, kech mana hozir soat 3-4larda aylanib shu yerlarni shomgacha kirib ketsak bo'ladi-da. Chiqamiz endi, o'rnoqlarga chiqamiz, joylardan ham video qilishga harakat qilamiz. Mana. Akalar, charchamanglar. Dam olganda kelsanglar bo'ladi ekan. Mana quyosh bor, lekin sovuq. Oktyabrning sovug'i. Maykachan yurishibdi. Sovuqda. Badani sovuqni siqib turadi. Shu akalar ham aylanib kelishgan. Qorlarni bilan ham qorni ustida turishibdi, hozir turish. Tepadan qor erib kelyapti, ikkita tog'ning orasi. Tepadan polni, yana bunisi bo'lsa, nargisi tepada yana bitta bor. Chiqib ketgan, shu qor erimasdan chiqib ketgan, ancha ketgan. Mana bizning bolalar u yoqdan chiqdi. Salkam 1 kilometr borda, bu yerdan hozir ash bolalar borayotgan joy 1 kilometr atrof borda, nariga nimani tagiga ketishyapti. Mana qorning tagidan yopiq qor. Mana bunday yopiq qor tagidan kelgan, to'xtagan, tagi erib o'tib ketyapti. Tagidan o'tib ketishib, mana bir 50 metr atrofda qor bo'lsa, 50 metr uzunlikdan o'tib turib, tagidan o'tib, u netdan yana chiqib ketishib, nariga nimaga ketishyapti mana. Qorning tagidan chiqib ketishyapti tepaga. Bu ko'cha reklama qilaveradi demanglar deb bitta tog'ni reklama qilib beryapman-da. Bu ham ko'kalamzorlikda, bizga ko'kalamzorni ko'rdik, video qilamiz-da mana. Bu akalar tepasidan chiqib ketishyapti. Bu akalar tepasidan chiqib ketishyapti. Bizni bolalar naryoqda chiqib qolishdi. Rahmatullo, Muslimbek, Shodibek, Jumavoy, ular ancha tepagacha chiqib ketishdi. Qorning tagidan chiqishyapti. Mana rahmatullo. Qora ko'ylakli Shodibek. Qo'l ko'taryapti mana. Bu akalar ham, mehmonlar bular ham aylanishyapti bular ham. Sovuqda oz mashg'ulotda Maykachan yuribmiz, sovqotyapmiz.
Sababi qor ham erimaganda mana. Akalar, mana bir xursandchiligimizni sizlarga ulashyapmiz. Dehqonchilik qilardik, ularni mana dehqonchilik yo'rardik. Mana bugun dam olgani kelib bo'sh qolmaylik deb mana video qilib tashlayapman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelasi yil yana hammamizga mana shu yerlarga kelib aylanib, shu sovuqlarda bir madaniy hovurda qilib, ibodatlarni ham shu yerda sog' salomat bajarib, halol poq yurib ketish hammaga nasib etsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.